kerak. Keyingi masala 20-masala bo'lyapti. Biz bundan oldingi variantlarimizda ham adashmasam bu masalani ko'rgan edik. Shuning uchun men alohida to'xtalib o'tirmayman. Xullas kalom. Qisqa tutashuv tokeni sizga berishdan maqsad o'sha epsilon taqsim r dan ichki qarshilik kichkina r ni topib olishingiz kerak. Topasiz. Masalan epsilon 1 taqsim i1 qilsangiz kichkina r 1 chiqadi. Epsilon 2 taqsim i2 qilsangiz kichkina r 2 chiqadi. Birinchisini ichki qarshiligi, ikkinchisini ichki qarshiligini shunday qilib topib olasiz. Topib olganingizdan keyin umumiy yukni hisoblashning mana bunaqa formulasi bor. O'z-o'zidan ko'rinib turibdi. Mana bu narsa i1, bu narsa i2 bo'ladi. Qisqa tutashuv toklarining yig'indisi bo'lib qolyapti ichkari. Tashqarida esa o'zimiz topganimiz o'sha R1 R2 taqsim R1 qo'shilgan R2 ni qo'yib hisoblab olamiz. Bu ham ketdi. Bu umumiy elektr yurituvchi kuch degani. Uni topganingizdan keyin hisoblaganingizdan keyin bu yoqqa qaraysiz. Mana bu tashqi zanjirga berilgan kuchlanish hisoblanadi. Tashqi zanjirga berilgan kuchlanish I ko'paygan R bo'lyapti. Tashqi qarshilik R. Mana qarang mana. I umumiy taqsim katta R qo'shilgan kichkina R umumiy nimani beradi? Bu tok kuchini beradi. Mana shu narsa demoqchiman. Tok kuchi. Tok kuchini qarshilikka ko'paytirsangiz, kuchlanish kelib chiqadi. Shuning uchun ham mana I ko'paygan R bo'lyapti. R tashqi qarshilik u ham bor. R1 R2 lar topib olgansiz, qo'yasiz, umumiy yukni hisobladingiz, hammasini qo'ysangiz javobingiz kelib chiqadi.